Foydam düymese ükemezmen. Ben o dert çektim bilemezsen. Ailem yığılsa gülemezmen. Ey sen hala üzüngün bozamazsan. Foydam düymese ükemezmen. Ben o dert çektim bozamazsan. Foydam düymese ükemezmen. Ben o dert çektim bilemezsen. Ailem Konuşumuz her pavarotta olsun detmiydi onu karnı doktan. Now etsek ettik geldik bize yoktan. Sırda başlamadı. Men Minecraftda 100 kun yashab qolishga harakat qilaman. Albatta har ko'rda. Agar bir marta o'ladigan bo'lsak, hammasi tugaydi. Ana ketdik. Biz son bo'ldik. Buzilgan portallarni va qishloqni birinchi o'ramiz. Bizning maqsadimiz juda katta baza qurish va yana nima bo'ladi. Xullas, birinchi navbatda qishloqni o'rnatib qilamiz. Ikkinchi navbatda biz Galenni temir uchun o'ldirib olamiz. Teparoqdan chiqib, biz tavalaymiz. Birinchi kunda temir yomon emas. Mana qishlog'imizning ahvoli unchalik ham yaxshi emas. Shuning uchun biz nariroqqa yo'qolamiz. Birinchi kunga nima qilishni o'ylash kerak. Xullas, men joyni tekshirib hatto yurishlarni juda ham foyda. Davay, ham birinchi navbatda like qo'ying. Buni hammasi ham qilgan, shuning uchun men ham quraman. Tomonlar. Mana yotog'imiz. Birinchi kun tugadi, sizni tabriklayman. Lekin juda ham qiyin. Mana Karl o'yinga qo'shilishi mumkin bo'lgan nomzodlardan. Creeper meni ko'rmadi, shuning uchun hamma temirni yo'qotamiz. Bitta temir yomon emas. Bundan biz shit yasaymiz. Shit emas. Xullas daraxt chopamiz va biz uyni ta'mirlaymiz. Bizda juda ham ko'p yog'och bor, shuning uchun eski bazamizdan xafa qilmagan holda xullas, bu kelib olib, Zumradga o't sotadi. Xullas, hamma daraxtlarni chopib, zombi bilan olishib, uni ayyorlar tanlaydi. 6-chi kun. Bizda yomon uy bor. Unchalik ham yomon emas bo'ladi. Uyni qurishga menga juda ko'p vaqt ketdi. 3 kungacha ham mumkin edi. Portalni yoqishga harakat qilamiz. Portal tayyor. Biz mezonni ham ko'zdan kechirib qo'yishimiz kerak. Albatta xavfsizlikni o'ylab hamma yoqni o'rab chiqamiz. Portal yaxshi bo'libdi. Uyimizda oldilariga endi bizga olmos kerak bo'lmaydi. 10-kun tabriklanglar meni. Hardcore Minecraft 10 shag'aldan bo'lgan ozgina inshoot qurib, uni sindiramiz. Chunki gravi tushdi. Bizda juda ham ko'p gravi bor, shuning uchun to'qani ko'paytiramiz. Gaz 13-kun. Va menda tovuq ferma, mol ferma va ozgina kichkina uy bor. Endi joyni tekislaymiz va bunga nimalarnidir qo'shishimiz kerak. Xullas, bugungi videodan maqsadimiz o'zi endi dragonni yo'q qilish. Biz konga ham tushishimiz kerak, olmos aslaha bo'lishimiz kerak. O'yinga boshqalar ham qo'shilib turadi ba'zida. Xullas, konni juda ham suvga tushamiz. Lava salgina qolganda hardcore olamiz bir tim bo'lishiga. Skeletni o'ldiramiz. Bunday konlar juda ham xavfli bo'ladi, lekin temirga boy bo'ladi. Oltin xursand bo'lmadim. Xullas, ko'mirlarni ko'ylashimiz kerak, lekin bizda vakil yetarli olmoslar. Juda ham yaxshi. Kim bilmasa 1.16 versiyada olmoslarni topish shunchaki azob. 5 ta olmos. 1.21 versiyada juda ham oson bo'lgani bilan xavfli. Shuning uchun men 1.16 versiyani tanladim. Va albatta xullas Sleeve qilib qolib. Uni o'ldiramiz, bolachalarni ham redstone hamma narsa 22-kun va bizda olmos topdik. Qancha vaqt qoldi yurgandima. Yo'q, ko'mir. Yana uxlab yuboramiz. Vakinni olamiz. 25-kun. Yo'q, zombi ferma uchun kerak bo'lishi mumkin edi. O'gimchaklarni spawner ekan. Musi bor ekan. 27-kun va biz konda qancha yurganimiz uchun sandiqning ichida hammasi ko'rdingizmi, qancha ruda bor ichida.
u 9 olmos, o 1 stakon 6 ta oltin. Ularning hammasini o'z mashaqqatim bilan to'pladim. Bu yerda sotuvchi bor ekan, unda esa rasvo narsalar bor ekan. Nima qilyapsan? Mayli, shakar qamishlarni olib, hammasi shakar qamishini olamiz va bundan kitob yasaamiz. Kitob orqali esa ancient table sehla stolini yasaymiz va bundan ozgina bo'lsa ham sehrlanib olsak bo'ladi. Karl, o'yinimizga Karl qo'shilibdi. Endi Karl ham men bilan birga o'ynaydi. Karl, sen 32 kun yashading, men hardkorda. Karl hayron qoldi. Endi nima qilamiz? Xullas, seni o'ldiraman. Qochib, axir meni o'ldirdi. Seni o'ldirishim kerak men. Xullas, olmosdan lopata yasab, joyini tekislatib chiqyapman. Karl ham, men ham yordam beraman. Xullas, Karl ham menga yordam berdi va biz juda ham katta joyni tekisladik. Va uxlab yuboramiz. 34-kun va biz yangi qishloq topdik. Piramida ichidan loot qilishga ketdik. Karl, piramidani ichida hech narsa yo'q ekan. Xullas, men ham boryapman tekshirish uchun. Tun tushdi. Endi o'lib ketamizmi? Yo'q, hali o'lmaysan. Men o'laman. Endi biz darhol qishloqqa ketishimiz kerak. Qishloqlar bu uyda nechta qishloq bor, hisob yuboramiz va piramidani loot qilishga ketamiz. Ketdik. Bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Bo'q neyapsan, sakra. Oltin olmaz, juda zo'r-ku. Mayli, tepaga chiqamiz. Tepada esa nimalar bor deyishingiz mumkin. Hech narsa yo'q, lekin xullas shakar qamishlarni tozalab chiqdik. 35-kunda yana to'pladik. Xullas shakar qamish bo'yicha shug'ullandik. Karl ham bizga yaxshi yordam berib turdi, lekin unchalik emas. Mollarni o'ldirdik, sehrlash stolini kuchaytirdik. Endi bu ovoz ketgan qanaqa kuchda bo'ladi? Xullas, juda ham ajoyib, efekal silk, unovek. Xullas, o'zim telaffuz qila olmayapman. Hamma maslahalarimni sehrlayman va nima qilyapsan? Men ferma qurmoqchi edim. Xullas, Karl chiqib ketdi, o'rniga bizga Kris keldi. Qalaysan, Kris? Yaxshiman. Bir portalga ana bunaqalarni qidiramiz, olovli tayoqchalarni. Xullas, biz kirdik. Endi nima qilamiz? Bu yerlarni juda xavfsiz qilishimiz kerak. Shuning uchun harakat qilamiz. Tez qoch, bu hardkor, bir o'lsak hammasi tamom. Mayli, buning cho'chqalardan himoya uchun oltin oyoq kiyimlar kiyamiz va joyini kattalashtirib chiqamiz. Gaz otyapti. Gaz juda ham kuchli ekan. Meni yarim jonimni oldi. Bo'ldi, endi bu yerni yopishimiz kerak. Chiqma, otadi hozir. Yo tegizdim, yo'q, mezurman. Xullas, biz Karl bilan 45-kungacha yo'lni tekislashimiz kerak edi. Va tekisladik ham. Xullas, juda ham ajoyib bo'ldi. Xavfsizgina yo'l. Muhimi yorib chiqish kerak, mahluqlar paydo bo'la olmasligi uchun. Salgina qoldim men hozir 41 kunlik hardkor olaman bitta bo'lib ketishiga. Xullas, hech narsa bo'lmaydi, bormi? Yo, cho'chqa hujum qilyapti. Yo, mana bu narsalar kerak bo'ladi. Yo'ydon, cho'chqa, qochamiz, tezlash. Yo, mana bu narsalarni olaman men. Xullas, men olaman va yana olaman. Jarkashlik. Xullas, biz portalga qaytib boramiz, chunki xavfli ekan va biz tekislagan joylarimizni hammasini yorib chiqamiz. Mahluqlar paydo bo'lsa, bizni o'ldirib yuborishi mumkin. Champion qo'shildi. Endi 3 kishi bo'lib o'ynaymiz. Xullas, bugungi videoda maqsadimiz Minecraftda 100 kun o'lmasdan yashash va endi dragon o'ldiramiz. Xullas, biz Kris, men, Chandler bilan juda ko'p olmos qidirishga harakat qildik. Fonyerni ham toshlarni olib chiqdik. Yo, nima qilyapsan? Men nezadan olovni tayoqcha to'plab chiqaman. Xullas, buzilgan shaxta topdi Chandler. Yo, hozir o'lib qolaman. Men esa olmayman. Yo'ydon, men o'lyapman, yordam. Xullas, men o'lmayman. 1.5 jon. Kris xullas nezada ishlarini qilib yurdi. Yo'ydon. Kris olib qoldi. Hamma o'rgimchak to'rlarni olamiz.
graviy uzunligini qoshiqdan. Xullas 50 kun yashadik hardcore olamda. Xullas charchab ketdim. Endi men kirmayman. Tovuqlarni qaranglar ko'pligini, na buncha ko'p bular. Hamma fermalarga qaraymiz, tovuqlarni ko'paytiramiz, aniqlarni ko'paytiramiz, hammasiga nomlaymiz va temir yo'l quramiz. U mazza ekan bu yerdan chiqish. Yo'q, olmos loyiha yasaymiz va buni sehrlaymiz. Qaranglar, bizda nimalar bor. Spawner yomon emas. Fermaga aylantirdik spawner va bu juda ham zo'r bo'ldi, olmos loyiha. Endi biz mana bu yerni fermaga aylantirishimiz kerak. Ip ferma qilamiz. Buning uchun spawner juda asqotadi. Xullas, men internetdan videolarni qidirdim va xullas topdim 69-kun. Xullas, charchab ketdim. Mana bu fermani juda ham ko'p ishlatdik. Yana urdik o'rgimchaklarni. Xullas, qancha temir ip olib kelishini ko'ramiz. Endi biz kirkani sehrlab ko'ramiz va bu kirka sehriga sehrladik kirkani. Xullas, endi 71-74-kunlar olmos qaziymiz. Yo, olmos kirka bilan qaziymiz. 4 ta bittadan 15-16 ta. Bu shunchaki dahshat. Bu olmoslar juda zo'r. Xullas, biz olmos yonib ketdi o'yinda. Xullas, uxlab yuboramiz. 75-kun. Men hardcore 75 kun yashadim. Olmosdan kiyim yasaymiz, ishton va uni sehrlaymiz. Unchalik ham kuchli sehr emas. Mayli, biz endi chiroyli uy qurishimiz kerak. Uy tayyor, lekin eski uyimiz xafa bo'lib qolmasin deb uyni portlatib yuboramiz. Ana yoqamiz, o'zlarimiz nariroq qochamiz. Qancha portlatib qolganiga, Technoplate yo'q. Technoplate o'lib qoldi-ku. Men nima qildim? Xullas, Technoplate'da ikkinchi akkaunt bor ekan va o'sha akkauntdan kirdi serverga yana. Xullas, Technoplate kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Siz ham sen to'g'ri aytyapsan. Frostmine kanaliga obuna bo'ling. 89-kun va 90-kun. Men Minecraft olamida 90 kun yashadim. Tabriklashingiz mumkin. Nima qilay? Xullas, qizil qala topdi Technoplate. Xullas, juda katta tezlik bilan qurib borayotgan Technoplate bir payt yiqilib tushdi. Va unda Oloyga qarshi damlab bor ekan. Men Technoplate hech qachon o'lmaydi. Xullas, ma'lum bir sabablarga ko'ra Technoplate o'lib qoldi. Endi men bir o'zim o'ynayman. Qolgan kunlar esa Technoplate qaytib keldi. Xullas, sandiqlarni qidiraman. Endi nimalar bor ekan? Xullas, buni loot qilishimiz kerak. Biz bu yerlarni yuguramiz, cho'chqani itarib yuboramiz. Lekin itarmaymiz. Yuguramiz. Yo'q, kichkina cho'chqacha, kichkina yo'qon shakarchani sakrashga majbur qilamiz. Sakra, o'zingni tashladi. O'ldi. To'g'ri, yetib keldi yordamga. Qochamiz. Ur, biqiniga. 100 kun bo'lishga juda ham oz qoldi. Shunda ham mayli bosaveramiz. Eshiklar yasadim men. 99-kun, ertaga 100-kun bo'ladi. Men esa ajdarni o'ldira olmadim. Xullas, Technoplate o'yindan chiqib ketdi. Biz katta to'p quramiz va 99-kundan keyin 100-kunni kutib olamiz. Ana tezlash bo'la qolsang, to'g'ri ko'paytiramiz ozgina va bo'ldi. Hammaga xayr, kanalga obuna bo'ling.